Aka, men buni o'zi bir kullisiga obzor qilaman deb o'tdim. Obzor qilmasam bo'lmaydi. Hozir aprel oyida turibmiz. Ham issiqni qarang. Menimcha bu yil xudo xolasa yoz ham serroznik kerak. Zifler brendidan yangi model ham sotib kelgan. 2025-yilda ishlab chiqarilgan Bond degan model. Hop, motor kompressordan 100% inverter bo'ladi. Buni zo'r tomoni dunyoda nomer 1 kompressordan jihozlangan JMCC yaponskiy kompressor. Shuni hisoblagan 10 yil kafolat beradi. Teni bor, qishki rejimda ham zo'r ishlaydi beradi. Zo'r tomoni uncha-muncha grilllarni hammasi ham emas, bir xil ayrim modellar ishlamagan joylarda mana shu model ishladi. Sababi ana 135 gacha напряжение поддержка qiladi. Hop, R32 Furyon sifati juda ham zo'r Furyonlardan bittasi. Umuman suvaylarni orlig'i bermaydi. Turbo rejimlargacha ham bor. Narxi ham shikala chiqqan $270. Sifati juda ham yaxshi. 3 yil o'ziga, 10 yil motor kafolat. Biz bilan bog'lanish uchun past raqamni qoldiramiz. Qiziq bo'lsa bemalol aloqaga chiqing. Yana ko'proq ma'lumotlar beramiz. Tezroq zakaz qiling. Bular narxi ertaga oshib ketishi mumkin.